bu videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni unutmang. Hozir bitta uyni reklamasiga kelganmiz. 2 sotuvda qurilgan, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shuncha kitobni to'plash uchun necha yil vaqt ketadi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir bu zdanimiz 3 etajdan iborat bo'lib, bizlar hozir 3-etajda. Podval bilan 3 etaj. Kattalar uchun yotoqxona, italyanskiy deyaptilar. Mana shu двухспальный divan. Faqat aytadilarki, mana shu kitoblarimni olib ketaman, chunki otam, onam yig'gan, men yig'ganman deyaptilar. 10 ming, 20 ming dollardan ziyod kitob turibdi bu yerga. Kattalar uchun mana shu shifoner bo'ladi. Ayollar, erkaklar uchun alohida trezasi bor. 2 sotuvda qurilgan Yunusobod Katta Hasanboy mahalla deyiladi. Bilasizlar, bu yerga hamma oligarxlar yashaydi. Mana shu o'zi kattalar uchun yotoqxona. Ana endi 2-etajni o'zida, mana shu lesensadan chiqqanda mana shu yerga o'tirib dam oladigan joy bor. O'zini balkoni bor. Tashqari tarafdan nalajeniga qo'yib ketamiz. Operator polni to'plipol bo'lgan. Mana bu 2-etaj sanuzel bo'ladi. 60 ga 120 lik Xitoy kafel ishlatilgan. 60 ga 120 lik to'plipol bo'lgan. Attacento italyanskiy va gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu eshiklarimiz, eshikni taniydiganlar bo'lsa, bu shipon deyiladi va shu dahshatdan qilgan. Bu bolalarimiz uchun yotoqxona, bunisiga ham trezasi bor, faqat olib ketiladigan narsa mana shu kompyuter, mana shu o'zlarining narsalari, qolgan hammasi qoladi. Bu 2-xonasi bo'ladi. Bu 3-xonasi. Bu yerga bitta akamiz hozir dars qilyaptilar. Bu ham bitta detskiy xona bo'ladi. Ana endi hozir mana shu xona, agar kimga qiziq bo'lsa, biz pastda nomer qoldiramiz, sirroshni aloqaga chiqinglar. 320 ming sunnatiga muvofiq ozgina savdosi bor deyaptilar. 50 ming dollar turadigan bitta mana shu ko'zani o'zim bilan olib ketaman, qolgan hamma narsa turadi deyaptilar. Mana shu 1-etaj hol bo'ladi. 60 ga 120 lik Eron kafel kalyoni bo'ladi. To'plipol bo'lgan operator shipondan qilgan va shu eng qimmatidan dahshat. Mana shu italyanskiy Attacento deyiladi. Rimonni ayamagan akamiz. Mana shu 1-etajni o'zida chap qo'limizda kattalar uchun yotoqxona, двухспальный divan, mana shunaqa mebellari, hamma narsa turadi. Pardalarini eng qimmatini qilgan akamiz. Ana endi buni nima uchun sotyapsiz deganimda, hozir menga kattaroq bitta yer chiqqan. O'shani olishim kerak. Shuning uchun majbur sotyapman, o'zim uchun qilganman deyaptilar. Bu xonalari dam olib turadigan xona ekan. Gilamlarga e'tibor berasizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ashshi zo'r eshiklariga, bu uyga gapni to'g'risi kirib, o'zim maza qildim. Operator, mana shu gilamni o'zi falon pul turadi. Bu Eronniki, mana shu nima deyiladi? Va shu dahshat narsa, nomi hozir esimdan chiqdi. Italyanskiy двухспальный divan, mana shu termos zonalari, garderob shkoflari bilan trezasi bor. Orqada mana shu spalniyadan orqaga 1,5-2 metr, yana hovlichasi ham bor. Ana endi 1-etajni o'zida 3 ta xona plus mana shu hol turadi. Hamma narsa turadi, biror narsa olib ketilmaydi. Mana shu faqat ko'zani olib ketadilar. Bu yerni kuxni qayerga deganlar uchun hozir kuxnini pastda ko'rsataman. Bashi bomba. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni unutmang. Har bitta O'zbekistonda yashaydigan ayollarimizga mana shunaqangi kuxnilar nasib qilsin. Har bitta ayolning orzusi bo'lsa kerak. Mana shu kuxnini o'ziga opam aytayaptilarki, 20 ming dollardan ziyod xarajat qilganman deyaptilar. Mana shuni xolodilnikni o'zi bilasiz. Boch, mana shu bitta xolodilnikni o'zi 3,5 ming dollar, 4 ming dollar, mo'j 3 ming dollar tursa kerak. Eng qizig'i, bu yerda umni dom deyiladimi, nima deyiladi buni? Pastda mo'yka yangi turibdi, hali ishlatilmagan. Stralniy mashina. Bu yerga duxovka, hamma sharoit bor. Prosta aytayaptilarki, sirroshni pul zararligi uchun sotyaptilar. Kim olsa ham lekin maza qiladi. Mana shu podval qismi bo'ladi. Mana shu hol kuxunni studiya deyiladi. Bu yerga o'tirib yeydigan, bu yerga pishiriladigan. Qarochi, mana shu yer o'tirib dam oladigan joy bor. Mana bu yer esa operator yana bitta xona, kirib dam oladigan xonami, yotadigan xonami. Televizor juda ham kattasi, chempionatni ko'rsangiz bo'ladi. Mana shu yer esa uyimizni yuragi bo'ladi. Bu marazilka, polni marazilka ishlatiladi. Bolalar turibdi, ikkita двухконтурный котел, mana shu 3-etajni issiq tutadi. Ikkita rashtelni bachok turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu Toshkentdan, Yunusoboddan, Hasanboy mahalladan uy qidirayotgan aka-opalarga mana shu videoni tashlab qo'yasizlar. Kim olsa ham maza qiladigan joy lekin.